Akalar, bu mashinani ko'rmasanglar bo'lmaydi. Fiat 500 haqiqiy Italiya. O'zimga o'xshagan kichkina mashina ekan. Mana ranglarini qarang, turishini, mana faralarini qaranglar. Eng muhimi nomer ham 500, mashinani o'zi ham 500. Mashina kichkinagina, panorama, poni buni kuzupini bron-plonka qildik. Endi salonlarini ko'rsataman, hozir o'zingizlar maza qilib ko'rasizlar. Men faralariga maza qilib oldim. Mana qarang, yonidan qarang, yonidan. Boshqacha. Kurgovoy tonirovkalar bilan boshqacha turadi deb baribir tonirovka ochadi deb mashina. Kichkina mashina bo'lsa ham. Mana orqalarini qaranglar, bagaj qismlarini. Vobshe mana chiroyliligini qarang. Zo'ra. Mana bu yerda ham 500, nomer ham 500. Men bagaj qismini ochaman. Men hayron qolgan joyim bor. Men polkani ko'ryapsizlar, men kichkinaligini. Bu nima vazifa beradi? Men hayronman. Nima deb o'ylaysizlar? Yozib yuboringlar. Bagaji ham bor ekan. Kichkina bo'lsa ham. Mana bundoq tortib yopib qo'ysa ham bo'lar ekan. Menga o'xshagan J 500 yozuv ham bor. Rullari, salonlari, ikkita eshikli. Shuna o'tirasizlar, bismillah deb haydab ketaverar ekansizlar. Avtomat korobka. Yana nima kerak? Fiat. Salon zo'r, panorama bor mana. Lukmasu panorama. Zato bor. To'g'rimi? Rasxod nechta deb o'ylaysizlar? Qani mana shu mashinani rasxodi nechta deb o'ylaysizlar? 100 kilometrga. Bilagan akalarimiz yozib yuboradi, lekin juda ham kam. Ayniqsa hozir shaharda yurishga zo'r mashina ekan. Shu mashinani, mana shu mashinani nech pul bo'lsa olardinglar. Nech pul bo'lsa olardinglar, mana qarang. Mana turishim qarang. Boshqacha. Mana shu mashinani nech pulga olardinglar? Izohlarda yozib yuboringlar kommentariyada. Mashinaga ham oqqan bo'lsa bitta laykdan bosib qo'yasizlar. Fiat 500 ni poni kuzupini bron-plonka qildik. Kurgovoy tonirovka, salondagi ko'jalarga, keramikalargacha qilib berdik, rullarigacha. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mashinalarni a'lo darajada qilib beramiz. Mashinani yurishiga maza qildim, boru. Mana qarang, vobshe boshqacha. Bitta shlapa yetishmayapti-da, boraman, rullarni qaranglar. Voy, tablolarni ko'ryapsizmi? Italiyaga borgandek his qilyapman, bor. Italiyada yurgandek his qilyapman bu mashinaning ichida. Ani nima edi? Ani Mr. Beanmidi? Mr. Beanmidi? Shunaqa mashinalarda qayrab chiqardi. O'shalar esimga tushib ketdi. Ruldan anaqasidan orqasidan qilsangiz, ikkiga o'tilar ekan, ketaverar ekan. Xullas, ozgina haydasangiz, moslashib olar ekansiz mashinaga. Bolalarga ehtiyot bo'lamiz. Yosh bolalar, masalan, o'zbek xalq bolajon. Biz ham mana shunaqa yurardim. Mana endi mashinada Italiyadan eslab ketyapmiz. Akalar, mashinaga bitta laykdan bosasizlar. YouTube'ga obunachilarim anchadan beri so'rashyapti. YouTube'ga ham videolar qo'yib boramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Mani obunachilarim, sizlar eng zo'risizlar. Xudo xolasa biz bitta bir jamoamiz mana shunaqa mashinalarni olib haydashlik hammamizga nasib qilsin.